Benim ismim Adam. Yedner padişahlığının şahzadesi. O yerdə sırlıq Qaliskar kalesi var. Bu yolvas benim en yaxşı dostum. Məndə sırlıq güç qüvvət var. Lazım bolğanda şəmşirimni çıxırıb qatlıqda olayım mən. Balıq qüvvət ata! Bu çağda yolvas, əriş yolvusu qaylınidir. Mən Xiymenge, alemdeki en kudretlik Adem'e ayrılım. Benim özgür sırrımni dostum Şadutberi soğusuruz. Yasavu, Din ve Oko 3 kişili bilir. Biz birlikte rezillik menbiyi İlantağ kalesini gelgen alvasla bilen köreş kılırız. Bugün benim doğulgan günüm. Havanem degen salqın. Hey, Dilo, bugün hava yaman eskene? Ha, hava yama emasken, lekin alayligim yo'q. Men ketdim. O benim doğulgan günümü unutup kaptı. Onun işi menikidimi muhim okşaydı. Bottu. Oo, hili körşeyle suyumligim. Etkiliginiz hayırlı olsun aleyleri. Siz bugün nahayet aldıraş okşamamsınız. Şundaq, men yana bir kun aldıraş buladigan okşayman. Doğulgan günümde ko'nglim hecep bir yerim bolduğan boldu. Bugün gün hiç kimden esi kalmaptı. To'g'ri, sapoylimdan to'r tayyorlab qo'yganda berib qarab boqay. Oko, hazır bo'lmaydi. Men nahayt aldiraç, Oko. Lekin mening sapoylim. Men nahayt xijil, Oko. Sen bilan paranglashqadek vaqtim yo'q. Men bek aldiraç. Ha? Hapumba, men bek aldiraç. Ben de biraz bozum meni esi tuttum ketaptimi. Hammalar kishi aldirab yurgan. Bechora Oko o'qiradigan odam mi yo'q? Tug'ilgan kuning ko'ngillik bo'lsin, Oko. Ha, bu tort bek chiroyli ki. Bu xo'shalligida sakrab ketadi. U bizni tug'ilgan kunni unutib qoldi deb o'ylayotdi. Meningmi ko'pchilik bilan bir yig'ilib o'ltag'im bor. Shundaq, qiziqarli o'tirishdan birini qilaylik. Shuning bilan u unutilg'isiz xo'shal bo'lsin. Ben işkinlarını çokum işedi dep oylagandım. Dada, nima ish bo'ldi? Bu şol yara oynadı, iğir mesele yüz verdi. Nurgun gayri hadisiler görünüp uyanın teşliğini buzdu. Uya halaketlik buzunçılık uçurdu. Ben bu işini iskili şah bilen zış münasebetlik dep guman kılıma. Undaqda men qo'shinim darhol naq maydonga ivatday. Menle man uqtırışıqlay, u yerden bir elishi mümkün. Rahmat, unaga aytib qo'y. Hozirla yetib boramiz. Arsh yo'lisi, bizga ish chiqdi. Arsh yo'lisi, bu yoqqa kel. Biz boş yo'l yoqqa keldik. Mening xiyolim yenilihlik to'rtta. Meni bu yerda tuguni qo'yinglar. Baba kuchquvvat ata qildi! Arsh yo'lisi, alqa! Onda o zaman ay. Lekin xiyolim yenilihlik qilmayizlik to'rtta. Mening nurgun dostlarım bozma bugün hemmisi men bilen görüşkisi yok. Bugün mening tug'ilgan kun. Lekin kim man ko'ngil bilan? So'zsiz. Onun meni yaxshi ko'rganligini bilaman. O cho'qim meni tabriklaydi. Bu yerda nima ish oldu? Bu degan qalay muhojirlik. Tez bo'l, bu yerdan ketaylik. Biz bir joyda mukib olaylik. Bu yaxud urush bo'lgandek bo'lib ketibdi-ku. Nima bo'lgandi? Men bu yerda bo'lg'achqa menmi xotirjam?
Bu zodi qandoq narsa? O'zingni tutib olib, obdaroq kuzatib bak. Bunuqa men taqabıtra. Haqiqatan qaltis oldu. Qiyma, endi qandoq qilay? Biz hammamiz ehtiyot qilaylik. Qiyma, shamshiringni chiqsa. Çatak bo'ldi, shamshirim yo'qtirdi. U bizga aytlayotdi. Siz bu yerdan ketinglar. Ehtiyot qil. O yo'linish o'zgartdi. U yoqqa qaranglar. Shamol cho'ngtoshni tushiribdi. Men tek aniqlayolmadim, lekin men cho'qim tekshirib tek yeytimi. Men bu yerda qilib naq maydonni rad solay. Yaxshi. Muhofizachilar qilib ularga yordamlashinglar. Birazdan keyin yasoqning tajribaxonasida ko'rishaylik. Ma'qul. Sening vaqtida qilgan yordamingga rahmat. Sana rahmat. Görünmeydi, yoktur da. Görünmeydi. Beni götürgün. Ben onu tepamladım. Sanırım da sen bana görünmeydi, yoktur da. Oka o'zingni besib ol. U yerda zot nima ish bo'ldi? Görünmeydi, görünmeydi. Aytganing to'g'ri ekan, Yasavul. Bu yo'lda rostlik g'alati alomatlar ko'rildi, lekin aniqlab bo'g'ichi tugidi. To'xtab tur, Oko, o'zingni besib ol. Avval bo'ron chiqib, qumlarni uchirib, toshlarni yo'tkab, olamni ma'lum qilib o'tdi. Bundaq alomat nihoyat oz ko'rildi. Men bularni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Görünmeydi, yoktur da. O'zingni bisval o'qi. Biyan qilayim qaqimma hozir intayin muhim payt. Iskili shahrini izdirgini qila Ya, oldilarmi? uning soyistonmi ko'rinmasligi haqiqatan tushuniksiz g'alati bir ish. Yana bir ish, mening shamshirim yo'qolib ketdi. O g'ayb bo'ldi. İnan bir ayak sözümden olaydı kadem yok mu? Oko, sen zodi nima demoqchi? Kaliskar kalesi gayb oldu. Nima? Bir qal'ami uchib yo'qolib ketamdi. Şunda rastdan yo'qolib ketdi, rost. Agar o'qu xato ko'rib qolmaganlar bo'lsa, bu boya yuz bergan barliq ishlarni tushuntirib berdi. Biz mangayli, o yerga berib zodi nima ishkanligini ko'zimiz bilan ko'rib kelaylik. Voy, mundaq ishni zodil ko'rib boqmabdi ekanman. Aytgan o'ttiz qara. Rost ko'rinmaydi, xato emas. U biyaga yoshirilmaydi, jiraqimi ketmadi. Buning sababini umdanroq o'ylab boqaylik. Bu qandoq ish to'y Yasavul? Mening shamshirimning yo'qolishi bilan Galiskar qal'asining yo'qolib ketishida muqarrar bog'lanish bor. Bu yo'l yerda yuz bergani faqat yuzaki bir alomat bo'lishi mumkin. Oh, buning zot kishining aqli yetmaydi. Bunda alomatni nihoyat oz ko'rildi. Biz bir g'oyat cho'ng oq o'nkurni ko'rdik. Dada, nima dedim? Bir oq o'nkur, xuddi qora o'nkurga o'xshash. Faqat supta ancha o'xshash emas. Sen bu ishning iskili shah bilan munosib deb qaramsa? To'g'ri, menchi iskilit shoh burulla Galiskarga osh bo'ridek tikilib uni o'zining qilib olishni niyat qilgan. Shundoq, o bir xil razil kuchdan foydalanib Galiskar qal'asini yo'tkab ketib, o'z irodasiga bo'ysundirmoqchi. So'sirisni tutib olib, irodasini o'zgartib, maxfiyatlikni egallamoqchi bo'ldi. Dal shundoq. Ular nada? Yo'lga chiqaylik, arsh yo'lisi. Maxfiyatlik qiyoning u tarafida. So'siz tutqizishni kutib turgan bo'lishi mumkin. To'xtanglar. Men bilib boray. Oq o'nkurning ostidagi tigi yo'q, anga tushib ketishni ehtiyot qilinglar. Qaraganda iskilit shohning so'sirisini va Galiskar qal'asini qo'lga tushirish qarniyati oldin planlangan. Harakati bek maxfiy, uni oshkorlash kerak. Lekin o tarafga qandoq berib ularni qutqizgili bo'ladi? Biror uchur bo'lgan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Agar so'siris bergan bo'lsa, dal shu. Arsh yo'lisi, biz o bergan uchur bilan uni izlaylik. Heyman, arsh yo'lisi. Chekinib rektor deyla. Biz oq o'nkirga uchib kiramiz. Men yiqilib tushdim. Men tushdim.
Heymen bile her şey olursa ak önkür kirgenliği 2 yılı cezmen hareket başlaydı. Lekin ular xatarga yo'liqib qolmas. Yoluqmusun Oko, başqacha ahval yüz bermisun. Odam yo'q davlat. Men qanday qilib bu yerdan chiqib ketalayman? Xiyman! Dila bizden aldığımızda düşüp gitipti. O son sırası bilen alaqılışık amalsız. Xiyman! Siz mağali, o alt tarafta iken. O meni qutqazg'iga keldi. Endi men qanday qilay? Ben seni tutup aldım Dila. Xiyman, o'ylamag'an bo'g'itding. Yaxshi bo'ldi. Qutqizib olding. Sana ko'p rahmat. Soğusuz bilen Galiskar'ını tapkandan keyin ben mi sana rahmet eytdim mi? Soğusuz, sen kayada! Ha, emdi bildim. Bu taraftan signalı küçükken. Siz mağali. Bu yerning hammasida g'ayri maxluq bor. Amal qilib dojib o'taylik. Qutuldir, Xiyman, meni qutuldirib olgin. Mening mudofiyalanish uskunam koddan chiqibdi. Mening o'ylig'inimdek bo'ldi. Bu yerda biroz kuch sarf qiladigan bo'ldik. Ciddileşme her şey olursa, ciddileşme. Xiyman, o'ngir aniq ko'rindi. Signal onun içi ekan. Bu yerdan o'tdimizmi? Elbette, bağazı yakınlaştık. Yuguraş tayarlanla, bu yerden asal ötüp gitimiz. Bu bizden birden bir öte yolumuz, bırak zor sehri küçük ega. Qayoqqa mangimiz? O yakka. Biz oton yıldan ötümüz. Bu yer g'alat ekan. Bu yerdagi hamma narsa itlarning aksini ekan. Dal daraxtlar tuvanga qarab o'sidi ekan. Shoqiratning lomi taqqa qarab oqidi ekan. Bu yakı çıkkan soğusırız. Biz ne tez işkirgi başlap gel. Shundoq, men bu yerda Xiyman. Iskilit shoh meni va qal'ani bu yerga yo'tkab keldi. U buning bilan qal'aning maxfiyatligiga erishmoqchi. Mening qudratimni bu yerda ishq sog'li bo'ldi, lekin mening maxfiy xonamni ishq sog'li bo'lmayotdi. Faqat sen yordam bera olaysan. Bu yola tez mi? Galiskar qal'asi. Soğusırızdan degini doğru. Tezroq bo'l Xiyman. Vaqt intayin jiddiy. Biz iskelet şahni bir qo'rqitib o'taylik. Oh, shundoq bo'lsa, nihoyat yaxshi bo'ladi. İskelet şahmı soğusırız bilen mehbi oyunu çokum muşiyak soluğan. İskelet şah? Xeyman, sen bana tosqunluq qilmoqchiman? Ha? Hozir men hammani boshqaraman. Men vaziyatni butunlay kontrol qilib bo'ldim. So'zsiz, hech nima bo'lmagansa, Hech nima bo'lmadim. Bu qarshi elinmaydigan mehmondan boshqa. Men bu fursatni kutgani xeyli bo'ldi. Ammo sening men qarshi yo'l tutganingdan bo'layotdi, Xeyman. Mening sehrli otimni tosa olamsan yo'q. Men bir ko'r baqay.
Eniq ko'rib ol, skilitcha. Mening shamshirimni ko'rgansan, sen g'aljirlashib mening shamshirimni va galiskani elib ketganing bilan, biroq bu ishing uzun davom qilolmaydi, skilitcha. Ha, sen bu nurdan qutuldun deb o'ylamsan? Endi buni ko'rib qo'y. Heyman, men qudratimni ishga sola oladigan bo'ldim. O iskilit shahni tez puktirib, sehrlik aynak oldiga boshlab kelalaydi. Aha, men vaqtincha qal'aning maxfiyatiga erishamisanmi? Lekin önkür yo'qolsila, sen qal'a va barliq amralaring bilan etnirga qaytib ketishing mumkin emas. Başlığın so'siriz, biroq oldi bilan Nima? Ham xiyol qilma. Sen menga to'sqinlik qilmoqchimi? Mening sehrli otimning nuri seni tugashtirdi. Tez Heyman, men energiya qo'yib berdim. Ben cho'qim suratni tezletimen so'siriz. Yana ozroq bardoshlik bergin, ha? Bu bir qatimliq alayda erishish. Oyt! Oyt! Bana yordam qilgin so'siriz. Qal'aning mag'fiyatligidan foydalanib, men kuch-quvvat ato qilgin. Men kuchimning boricha tirishiman. Heyman, barliq kuchingni ishga sol. Qal'a maxfiy holda son kuch-quvvat va aql farosat ato qilmoqda. Men cho'qim g'alaba qilaman. Xat. Hozircha ketib turay. Bizda tugashmidik. Bu Tangri ato qilgan yaxshi fursat. Men avval menib turay. Fursat deb intiqom olaman. Heyman! Hey, biz bu qitim iskilit shahni qochirib qo'ydik. Ansirma. Bu qitim sizlar ko'p kuch chiqardinglar. Nurg'un vaqt sarf qildinglar. Hech gap emas. Men yana xo'shlashadigan bo'ldim. Rahmat Heyman. Rahmat ko'pchilik. Bugün alayda bir kun bo'ldi. Shundaqmi? Albatta menga nisbatan alayda. Men nimani ko'z tutayotganligimni bilansan. Men bugun cho'nqur ta'sirlandim. Biroq biroz bearam bo'ldim. Sen tushunolmasliging mumkin. Alayda bir kun degan bir yilda bir qatim keladi. Bo'ldi. Sen o'ylab topolmaysan. U cho'qim hayron qoladi. Qanday bo'lgani? Hammasi tug'ilgan kunimni unutib qopti. O'zimni ko'ngli o'zim qo'sh qilsam bo'lg'idek. Ha, chiqli so'g'lan tayyorlab chiqdim. Yomon emasdek qiladi. Oko, sen bu yerda ekansan-ku. Padişah sen bilan ko'rishmoqchi. Hozirmi? Mening uyqum kelib ketdi. Boramayman. Albatta, padişah hozir sen bilan ko'rishmoqchi. Yo'q. Yo'q. Qani marhamat Oko, ishkiri kir. Tug'ilgan kuningga muborak bo'lsin. Biz sana yana nima qilib bersak bo'la, Oko? Kichik xo'jayin, bu maxsus sana atab yozgan tort. Mening do'stim Oko.
meni unutulup kalmaydiganligini o'ylashim kerakdi. Oh! Oh, do'stlar, men bir cho'ng tortga erishdim. Bu mening kutganim. Men nurg'un narsalarni yedim. Bu yaxshi emas. Qo'saq ochmay turib, narsa yesa oshqozoni foydasiz. Sen yegan narsangdan intayin rozi bo'lsangmi, lekin bundan keyin uni odat qilma. Bir kunda 3 qatam tomoq yesang yetarli. Amal bor ushaq-tushak yemaklarni oz ye, bo'libmi kampitni oz ye. Oh, o'zimning shunday qilishni umid qilaman.